Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Halqobod MFida 5082 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda fasol ekini ekilgan. Umumiy yer maydoni 10 gektar 60 sotixdan iborat. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan va gullash arafasida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 34 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun o'rtacha 31 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Mutan Agrofice ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna 8 kilo jami 30 tonna hosil olinadi. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish, shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish rejalashtirilgan.